Davlat o'z funksional vazifalarini bajaryapti. Endi bunga jamiyatning tayyorgarligi qanday? Bu ona tabiatni sevadigan har bir insonni quvontiradigan holat bo'ldi. Ushbu qarorning tasdiqlanishi bu revolyutsion o'zgarish deb ham atashimiz mumkin. Hattoki hokimlarning tayyorlanishida ham hududda ekologik bahosini hisobga olinadi. Atrof muhitda qay holatga kelib qolganligini ochiq ko'rsatib berishimiz kerak. Butun jamiyatni qamrab olish masalasida qiynalardik. Deyarli 70% rivojlangan davlatlarda ekologiya maktabda chuqur o'tiladi. Lekin bizda integratsiya qilingan. Lekin ishxonaga borsa rahmat senga deb tashakkurnoma beradi. Ularga berilgan bir 32 ta modda bor ma'muriy javobgarlikda, 12 ta modda bor jinoyat javobgarligi. 38 ta bor. Mayli, hop, sizniki to'g'ri. Bizni ekologik ekspertiza to'g'risidagi xulosamizni olish undan ham qiyinroq bo'lish kerak deb hisoblayman men o'zim. Ekologik madaniyatni oshirishimiz uchun ekologik ekspertiza bizda to'g'ri faoliyat yurityaptimi? Men borib shuni noto'g'riligini egasiga isbotlamoqchi bo'lsam, u menga mendan yuqori turuvchi rahbarimni imzosi bilan tasdiqlangan hujjat olib chiqadi. Mana roziligim. Eng yomon narsa shu edi. Assalomu alaykum hurmatli tadbir ishtirokchilari. O'zbekiston ekologik partiyasi tomonidan o'tkazilayotgan Eko munozara klubining navbatdagi sessiyasiga xush kelibsiz. Tabiat biz uchun faqat resurslar manbai emas, balki kelajak avlodlarimiz uchun mas'uliyat yukidir. Joriy yilning 15-may kuni davlatimiz rahbari tomonidan 2030-yilgacha bo'lgan davrda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Shundan kelib chiqqan holda bugun sizlar bilan ekologik madaniyatni oshirishda yangi bosqich, muhim hujjat ijrosi barchamizning zimmamizda mavzusida suhbatlashish uchun taklif qilganmiz. Sodda tilda aytadigan bo'lsak, davlat o'z funksional vazifalarini bajaryapti. Endi bunga jamiyatning tayyorgarligi qanday? Jamiyatning mana shu muhim qarorlar, dadil qadamlarga javobi qanday bo'ladi? Bugun davramizda Oliy Majlis Qonunchilik palatasining deputatlari, partiya faollari, bir qator ekspertlar hamda ekologik yo'nalishda faollik ko'rsatib kelayotgan maktab jamoalari ham onlayn tarzda ishtirok etmoqda. Hurmatli ishtirokchilar, bugungi munozaramizga taklif etilgan ekspertlar bilan tanishtirib o'taman. Akbarov Azizbek Abdusattarovich, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, O'zbekiston ekologik partiyasi fraksiyasi a'zosi. Zayniddinov Vohidjon Vosidovich, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bo'lim boshlig'i. Bo'riyev Salimjon Samitjonovich, Atrof muhit, tabiatni muhofaza qilish texnologiyalar ilmiy tadqiqot instituti direktori, qishloq xo'jalik fanlari falsafa doktori. Negmatov Asqar Nigmatillayevich, O'zbekiston kasaba uyushmasi qoshidagi akademiyaning kafedra mudiri, geografiya fanlari doktori, professor. Hurmatli ishtirokchilar, prezidentimiz tomonidan qabul qilingan bu qaror chinakam ma'noda mamlakatimizning ekologik kelajagi uchun juda muhim, tarixiy ahamiyatga ega hujjatdir. Ushbu qaror maktabgacha ta'lim tizimidan tortib, maktab ta'limi tizimini, undan tashqari oliy ta'lim tizimidagi ekologik harakatlarimizni muvofiqlashtirib beruvchi, bizga qaysi ma'noda yo'l xaritasi bo'lib xizmat qiladi. Biz mana shu mavzularda suhbatlashish uchun ekspertlarimizga navbat bilan so'z beramiz. Birinchi so'z navbati Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, O'zbekiston ekologik partiyasi fraksiyasi a'zosi Akbarov Azizbek Abdusattarovichga. Marhamat Azizbek aka. Assalomu alaykum hurmatli tadbir ishtirokchilari, ona tabiatga befarq bo'lmagan fuqarolarimiz, aholimiz. Avvalambor sizlarni shu hurmatli prezidentimiz tomonidan 2030-yilgacha bo'lgan davrda aholini ekologik madaniyatini yuksaltirish konsepsiyasini tasdiqlanganligi bilan hammalarni tabriklayman. Bu ona tabiatni sevadigan har bir insonni quvontiradigan holat bo'ldi. Buni nima uchun bunday deysiz desanglar, hozirgi kunda mana butun dunyoda hamma mana internet tarmoqlarida ham, televideniyalarda ham ko'ryapmiz, o'rmon yong'inlari yoki bo'lmasam suv toshqinlari, qayerdadir chang bo'ronlar, shunaqa iqlim oqibatlari bo'lib turgan bir davrda bizning O'zbekistonda shu iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish yoki bo'lmasam unga moslashish, tabiiy resurslardan foydalanish yo'nalishida yuzaga kelayotgan muammolarni hal qilish bo'yicha muhim tarixiy hujjat bo'ldi deb hisoblayman. Mana biz ona so'zini juda qadrlaymiz hammamiz. Ona tabiat deymiz, ona yer deymiz, ona vatan deymiz. Har bir insonning onasi bor, har bir inson
farzand bo'lib onadan tarbiya topgan. Biz ham tabiatni bevosita farzandlari hisoblanamiz. Biz tabiatga o'z vaqtida uni bizga berayotgan ne'matlariga nisbatan biz ham unga nisbatan iliq munosabatda javob qaytarishimiz kerak. Hozirgi kunda ushbu hujjat bizni shu oiladan, ya'ni oiladan boshlab to davlat xizmatchilarigacha bo'lgan davrda ekologik madaniyatni qanday tartibda yuksaltiramiz, kimga nimani tushuntiramiz, qaysi yo'sinda bu qarorni ijrosini ta'minlaymiz, qaysi harakatlar bilan odamlarimizga shu madaniyatimizni singdiramiz degan har bir masalaga prezidentimiz tomonidan har bir joyga to'xtalib alohida yechimlarni qilib bergan. Endi bu konsepsiyani qabul qilinishda asosiy 5 ta maqsadni o'z ichiga olib qabul qilgan. Buni konsepsiyani 2030-yilgacha bo'ladigan davrda biz aholimiz ekologik madaniyatini oshirish bo'yicha bu yerda asosiy birinchi masalani aytadigan bo'lsam, yoshlarda ekologik madaniyatni singdirish. Bu yerda ekologik huquqbuzarlik yoki bo'lmasam ekologik qonun qoidalarni yoshlarimiz ongiga hozirgi kundan boshlab tushuntirishimiz kerak. Ya'ni ekologiya sohasida, atrof muhitni muhofaza qilish sohasida qanday qonun, tartib tamoyillar bor? Nimani qilish mumkin, nimani qilish mumkin emas? Qaysi moddada qanday jarimalar ko'zda tutilgan? Yoki bo'lmasa mana atrof muhitni muhofaza qilish sohasida qonunchilikni oladigan bo'lsak, qonunchilik bazasi juda ham kengda. Birinchi o'rinda tabiatni muhofaza qilish sohasida eng konstitutsiyamizdan keyin, qomusimizdan keyingi turadigan narsa bu tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun turadi. Undan keyin suv va suvdan foydalanish to'g'risida mana yaqinda Oliy Majlis Qonunchilik palatasida qabul qildik, suv kodeksini qabul qildik. Yoki bo'lmasam chiqindilar to'g'risidagi qonun bor, yer kodeksi bor. Qonunchilik bazamiz juda ham keng yoritilgan. Ya'ni bu yerda tabiatimizda uchraydigan har bir holat hisobga olingan holda yozilgan. Endi biz shu qonunchilik bazani yoshlarga yoki bo'lmasam shu aholimizga ochiq, ommaviy tarzda tushuntira bilishimiz kerak. Bu sohadagi xodimlarni tayyorlash yoki bo'lmasam qayta tayyorlash ishlarini amalga oshirishimiz kerak. Ta'lim tashkilotlariga ham bir qator vazifalar qo'yilganda, bu yerda misol uchun ta'lim tashkilotlarini qisqacha qilib aytadigan bo'lsa, mana mutaxassislar ham bu yerda o'tiribdi. Oldin maktablarda, mana men o'zim ham maktabda o'qiganman. Oddiy bitta madaniyat, sinfxonalarni tozalab ketish yoki bo'lmasam bir sinflarni bir burchagiga o'z qo'limiz bilan jonli burchaklar tashkil qilish. Yo masalan biologiya, botanika fanlari o'tiladigan paytda oddiy bitta novdani kesib, hozir men bunaqa narsani mana farzandlarimiz o'qiyapti, ukalarimiz, jiyanlarimiz o'qidi, bu narsalarni ko'rmadim-da men hali. Oddiy bitta novdani kesib, uni oddiy kichkina idishchaga suvga solib, uni tomirini o'sishini tasavvur qilish, uni olib borib shu maktabda o'qituvchisiga ko'rsatish yoki bo'lmasam bir maktabda shu burchagiga shunaqa narsalarni ekish. Bu ham ekologik madaniyatda, bu o'z vaqtida shu farzandlarimizni tabiatga bo'lgan mehrini uyg'otgan holda shakllanib keladigan narsada. Yana bir narsani aytadigan bo'lsam, davlat organlarida ishlayotgan xodimlarning ekologik madaniyatini yuksaltirish vazifasi ham qo'yilyapti. Endi bu davlat organida ishlayotgan xodimlarning ekologik madaniyatini qanday yuksaltiramiz? Har bir oilada davlat organini ham bir rahbarini, har bir oilani otasi sifatida qabul qilishimiz kerak. Bu davlat organida rahbari ota bo'lib turib shu ekologik madaniyatga o'zi rioya qiladigan bo'lsa, xodimlar ham shunga rioya qilishni boshlaydi. Ya'ni oilada ota nima mumkin-u, nima mumkin emas ekanligini, ya'ni shuni tarbiya yo'nalishini belgilab qo'yadigan bo'lsa, belgilab qo'ygan bo'lsa, davlat idoralarida ham shu davlat tashkilotining rahbari shu tarbiya nimalarni, intizomlarni belgilab qo'yadi. Ya'ni belgilangan joyda, misol uchun endi 5 qo'l baravar emas, belgilangan joylarda sigaret chekish misol uchun yoki bo'lmasa chiqindilarni belgilangan joyga tashlash. Oddiy misol shu biz ishlatadigan shu qog'ozlarimizni ham tejab tergab ishlatish yoki davlat idoralarida elektr, gaz, suv, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni o'rgatish masalalari ham qo'yilyapti. Eng asosiysi shu davlat idoralarining hozirgi kunda mana raqamli texnologiyalar asrida yashayapmiz. Har bir davlat idorasi, maktab deymizmi, bog'cha deymizmi, boshqa davlat tashkilot hammasini o'ziga yarasha veb-saytlari bor, kanallari bor Telegram guruhlarida. Bu joylarda ekofaol xodim nominatsiyasini ilgari surish ham bu qarorda vazifa qilib belgilayapti. Ekofaol nominatsiyasini qo'ygandan keyin har bir xodimga agar misol uchun bir oyda bir marta ekofaol nominatsiyasi bo'yicha g'oliblarni shu davlat idorasi tomonidan taqdirlanib boradigan bo'lsa, keyingi safargizda bu xodimlarni ham safi oshishi mumkin-da. Bu qarorda ahamiyatini qaranglarki, har bir yo'nalishda bizni shu to oiladan tortib
davlat ishigacha bo'lgan yo'nalishimizda yoki bo'lmasam ilmiy izlanishgacha bo'lgan davrdagi har bir fuqaroni qadamma qadam bosib o'tadigan joyini dasturiy amal qilib berilgan bu qarorda. Ya'ni biz hayotimizda nima yo'nalishda ketyapmiz? Misol uchun kimdir maktab yo'nalishida, kimdir oliy ta'lim yo'nalishida, kimdir kasb ta'lim yo'nalishida, ilmiy izlanish yo'nalishida, har bir bosqichda, har bir fuqaroda uchraydigan, hayot yo'lida uchraydigan shakllarda hammasini shu qarorda hurmatli prezidentimiz tomonidan belgilab qo'yilgan. Masalan aytadigan bo'lsak, bu yerda biz Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga ham bir qator vazifalar berilgan. Bu yerda qonunchiliklarimizga o'zgartirishlar kiritish. Mana hozir aytganimdek, birinchi o'rinda tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunga ekologik madaniyat tushunchasini olib kirishimiz kerak. Yoki bo'lmasa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda shu ekologik madaniyatni buzib ko'rsatuvchi ayrim fuqarolarimiz tomonidan mana internet tarmog'ida ko'ramiz, chiqindini misol uchun avtotransport vositasidan belgilanmagan joyga tashlab ketdi. Bizni ko'zimiz uchun oddiy narsa bo'lishi mumkin-da u, lekin boshqa madaniyati yuqori bo'lgan boshqa davlatlarning fuqarolari buni ko'radigan bo'lsa, to'g'risini aytadigan bo'lsam, bu sharmandalik holati hisoblanadi ular uchun. Bu hozirgi kundagi rosa kutilayotgan nima deydi? Davlat tomonidan atrof muhitni yaxshilashga, ekologik oqibatlarni yumshatishga bo'lgan harakatlarni olib borayotgan bir paytda endi jamoatni, jamiyatni uyg'otish bo'yicha ham qilingan harakatni o'z vaqtida qabul qilingan qaror deb hisoblayman. Albatta buni yelkama-yelka turib hamma mana Oliy Majlisdan turib biz mana partiya fraksiyamiz deputatlari bilan birga mana joylardan saylanganmiz, hammamiz har oyda hududlarga chiqib targ'ibot ishlari, saylovchilar bilan uchrashuvlar qilamiz. Bu yerda biz albatta bu qarorni samarali ijrosi ustidan qo'limizdan kelgancha yordam berib, tegishli shu mas'ullarga nisbatan qo'yilgan vazifalarni ham nazoratini samarali ijro etilishini nazorat qilib boramiz. Navbatdagi taqdimot uchun so'zni Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bo'lim boshlig'i Zayniddinov Vohidjon Vosidovichga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. Mana bizga ma'lumki, mana so'nggi yillarda atrof muhitga bo'lgan qarashlar keskin o'zgardi. Bu bo'yicha bo'layotgan islohotlar ham tubdan keskin qarashlar bilan boshlandi. Oliy ta'lim vazirligi tomonidan nima ishlar amalga oshirildi? Demak, aynan o'sha atrof muhit, ekologiya va atrof muhit muhofazasi yo'nalishlari bo'yicha kadrlarni tayyorlash bo'yicha kvotalar oshirib borildi. Bu bo'yicha 8000 dan ortiq har yili ekolog kadrlar yetishtirildi. Bundan tashqari ilmiy faoliyatda ham ekologiya va atrof muhit muhofazasi bo'yicha 50 ta ilmiy kengashlar tashkil etilib, shundan 1143 ta o'sha himoyaga chiqqanlar bo'ldi. Demak, so'nggi agar 10 yilni oladigan bo'lsak, umumiy o'sha ilmiy izlanishlar bo'yicha 914 ta ilmiy izlanishlar olib borildi. Bu hisobotni nima uchun beryapman? Ya'ni biz mana shu Oliy ta'lim vazirligida shu atrof so'nggi 7 yil ichida amalga oshirilishimiz kerak bo'ladigan biz o'zimizni armiyamizni yig'ib oldik. Ya'ni kadrlarni yig'dik, ilmiy salohiyatlarni mana shu normativ huquqiy hujjatlarda o'z-o'zida belgilab berilgandi. Chiqindilarni qayta ishlash, undan ikkilamchi mahsulot olish, atmosfera, gidrosfera, biosferadagi global muammolarni qanday hal qilamiz deganda ilmiy yo'nalishlar bo'yicha izlanishlar olib borildi. Bu bo'yicha kadrlarni salmog'i kengaytirilib, bitiruvchilarni o'sha malakali mutaxassis bo'lib yetishiga o'z hissamizni qo'shdik. Keyingi slaydni ko'radigan bo'lsak, mana muhtaram prezidentimiz tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2030-yilgacha bo'lgan davrda aholini ekologik madaniyatini yuksaltirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida 2025-yil 15-maydagi, demak 184-sonli qaror tasdiqlandi. Bu ushbu qarori birinchi tanishgan odam bu ilgariroq chiqish kerak bo'lgan edi degan tushuncha bo'ladi. Yo'q. Bu ayni vaqtda chiqdi. Ushbu qarorning tasdiqlanishi bu revolyutsion o'zgarish deb ham atashimiz mumkin. Mana shu topshiriqdan kelib chiqib Oliy ta'lim vazirligiga umumiy jami 42 ta mas'uliyatli topshiriqlar yuklatilgan bo'lsa, shundan 20 tasida asosiy ijrochi Oliy ta'lim vazirligi etib belgilandi. Ya'ni bu nima qilishimiz kerak? Ya'ni biz mana armiyani yig'ib oldik. Bizda shu kungacha oliy ta'lim tizimida faqat oliy ta'lim muassasalari uchun shu ekologiya kadrlarini tayyorlash bilan
cheklanib qoldik. Ilmiy izlanishlar bilan cheklangandik. Lekin ushbu ekologik ong o'sha yerdagi muammolarni xalqqa, yoshlarga, talabalarga yetkazish imkoniyatimiz bor edi, biroq huquqiy asosimiz yo'q edi. Prezidentimiz tomonidan mana shu ilmiy izlanishlar, kadrlar уже yetarli bo'lganligidan so'ng mana shu qarorni tasdiqlab berdilar va revolyutsion o'zgarish deb bejizga aytmayapmanki, mana endi bu qaror bilan biz nafaqat oliy ta'limga, o'rta maxsus, professional, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, magistratura bosqich talabalariga ham endi ekologik ongini yuksaltirish, ya'ni yetkazib borish vazifalari bizga aniq belgilab berildi. Endi kuni kecha vazirimiz tomonidan bu bo'yicha ushbu qaror bo'yicha nazorat reja tasdiqlandi. Nazorat rejada katta bir ishchi guruh qilib buni monitoringini yuritishni belgilab berdilar. Yig'ilish doirasida shuni aytdilarki, demak biz takliflar ishlab chiqishimiz hamda uni ijrosini ta'minlash. Ijrosi faqatgina qog'ozda emas, amalda joriy etilishi belgilab berildi. Ekologik ong deyapmiz. Ekologik ongga qanday ta'sir qilamiz? Ya'ni biz ta'lim vazirligi tomonidan shu oliy ta'limda professional, o'rta maxsus ta'limdagilarni biz belgilab oldikki, hozirgi kunda raqamli texnologiya rivojlangan davrda demak ularni ongiga maxsus kurslar bilan, qisqa metrajli video roliklar bilan yetkazib boramiz. Agar mana shu oramizda ko'plab ekolog mutaxassislar bor. Mutaxassislar juda ham yaxshi bilishadi. Hozirgi kunda mana shu atrof muhitda eng global muammolarimiz bor-da. Atmosferada bor, gidrosferada bor, litosfera, umuman olganda biosferada eng global muammolarimiz to'lib yotibdi. Agar uni mutaxassis ichiga kirib, agar xalqqa shu narsani yetkazib bersa, xalq eti junjit kelib ketadi. Qo'rqib ketadi, biz shu holatga keldikmi degan narsa. Mana shu narsani biz inson o'sha o'zimizning aholiga, talaba yoshlarga, o'quvchilarga, maktabgacha bo'lgan yosh bolalarimizga yetkazib borishimiz kerak. Lekin uning uchun biz vazirlik, idoralar уже birlashadigan vaqtimiz yetib keldi. Buni kimdir qog'ozda, kimdir holatdan kelib chiqib tashab qo'ya olmaydi. Bu holatda уже birlashishimiz kerak bo'lgan joy bu. Muhtaram prezidentimiz ham ushbu qaror tasdiqlashda aniq vazifalarni belgilab berganlarida aynan shu narsalarni nazarda tutganlar. Agar biz turli xil kitoblarni yozib yoki saytlarni qilganimizda edi, уже bizni ekologiyamiz dunyodagi birinchi o'rin, eng toza hududga aylanib ketardi-da. Lekin buni bizning orliqlik tomonimizdan shunda. Agar biz buni ichiga kiradigan bo'lsak, aslida bunday emas. Buni achchiq haqiqat tan olishimiz kerak. Shuning uchun ushbu qaror ijrosi ta'minlash uchun hamjihatlikda birga harakat qilishimiz kerak. Uning uchun biz nimalarni amalga oshiramiz? Biz belgilab oldikki, o'sha maxsus kurslarni, ya'ni mutaxassis, nomutaxassis bo'lgan ta'lim yo'nalishlarida ekologik ong va ekologik madaniyatni o'sha maxsus kursini joriy etiladi. Bu o'rta maxsus, professional hamda oliy ta'lim muassasalarida joriy etiladi. Ya'ni 2025-2026 o'quv yilidan boshlab. Asosiy rejamiz shu video roliklar orqali ongga yetkazib borish. Chunki hozirgi raqamli texnologiyada tan olishimiz kerak, ko'proq muloqotdan ko'ra ko'z bilan ilg'ab olish osonroq. Demak, biz o'sha muammolarni qisqa rolikda zeriktirmaydigan, qiziqarli qilib aniq inson ongiga yetkazib bera olsak, bu bizning yutug'imiz bo'ladi. Oddiy misol, suv tugamaydigan resurs hisoblanadi. Yer yuzining 3dan 2 qismini suv tashkil etadi. Biroq ichimlik suvimiz tugaydigan resurs. Hozirgi kunda bizda eng global muammolardan biri. Germaniya yoki Xitoy chet davlatlarini ko'radigan bo'lsak, ichimlik suvini ochib qo'yganligi uchun jarimalar qo'llaniladi. Bizda hozirda mana shu ichimlik suviga bo'lgan e'tiborimizga ehtiyoj bo'lmaganligi uchun oldindan o'tgan suvni qadri yo'q degandek, biz unga ahamiyat bermaymiz. Mana shu narsani biz atrof muhitiga tabiiy resurslar bizniki degan tushunchani oldiga qo'shimcha jumla qo'yishimiz kerak. Atrof muhitdan olinadigan resurslar bizniki hamda kelajak avlodniki deyishimiz kerak. Ya'ni
onga shunday yetkazishimiz kerakki, faqat biz emas, bizdan keyingi keladigan kelajak ham bundan foydalanishi kerak. Uni ham haqqi bor degan tushunchani inson ongiga yetkazishimiz kerak. Bizning asosiy strategiyamizda ham mana shu narsalar ko'zda tutilgan. 2025-2026 o'quv yilidan boshlab biz reja asosida barcha o'sha oliy ta'limga tegishli bo'lgan o'rta maxsus, professional oliy ta'lim muassasalarida maxsus kurslarni joriy etish, undan tashqari biz yana talabalarni rag'batlantirish maqsadida demak ekologik madaniyat targ'ibotchisi, ekologiya bilimdoni, eng faol ekologiya yilning eng yaxshi ekolog hududi degan tanlovlarni e'lon qilish rejalashtirilgan. Bu tanlovlar demak o'sha muhtaram prezidentimizning qarorlarida aniq belgilab qo'yilgan. Bu ham o'sha yoshlarni atrof muhitga bo'lgan motivatsiyasini oshirish, atrof muhitni demak yashil ko'zlar bilan ko'rishi imkoniyatini yaratib beradi. Demak bizda biz yoshlarni nafaqat hozir aholini nazarda tutyapmiz, biz shunday strategiyadan ketishimiz kerakki, ikki guruhga ajralish kerak. Ya'ni ikki guruh. Birinchi aholi, talaba, yoshlar nazarda tutilsa, ikkinchi guruhimiz bu davlat tashkilotlari hisoblanadi. Ishlab chiqarishlar. Biz ekologik madaniyatni faqat aholiga singdirib, ishlab chiqarishga yetkazib bera olmasak, bu qiladigan ishlarimiz samarasiz ketadi. Demak, hozirgi kunda atmosferadagi global muammolarimiz aholiga bog'liq emas. Aksincha, transport vositalariga, ishlab chiqarish zavodlariga o'tdan ruxsat etiladigan ruxsat etiladigan konsentratsiya miqdorlari bor. Ulardan o'tishni aniq belgilab berish kerak. Bizning asosiy vazifamiz bo'lsa aholiga o'sha ongi yetkazib, hozirgi holatimizni, ya'ni atrof muhitda qay holatga kelib qolganligini ochiq ko'rsatib berishimiz kerak. Uni shuncha yil yashirib keldik. Qo'pol qilib aytganda, chiroyli manzaralar, chiroyli daraxtlar, ko'kalamzorlashtirish, lekin hozirgi kunda qanday? Orol dengizi muammolarimiz bor. yoki bo'lmasa atmosfera havosi, chang bo'ronlari kelyapti, iqlim o'zgarishi, ya'ni mana shu dasturda iqlim o'zgarishiga aholini qanday tayyorgarlik ko'rishlari, bu narsa hammasi dasturlarimizda o'z aksini topgan. O'ylaymizki, shu yil yakuniga qadar bizning dasturimiz o'z samarasini bera boshlaydi. Kutilgan natijalarimizga agar biz ma'lum bir ma'noda o'z hissamizni qo'shsak, o'ylaymanki, vazirlik o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni uddaladi deb hisoblasak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Vaqtxon aka, katta rahmat. Keyingi taqdimot insonning qulay atrof muhitga ega bo'lish huquqini ta'minlash birinchi galdagi vazifamizga aylanadi mavzusida so'z navbatini atrof muhit, tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti direktori, qishloq xo'jalik fanlari bo'yicha falsafa doktori Bo'riyev Salimjon Samidjonovichga beramiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi tadbir ishtirokchilari, hurmatli ustozlar, yoshlar. Demak, hozir yuqorida ekspertlarimiz ta'kidlab o'tganidek, atrof muhit muhofazasi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalalarida albatta ekologik madaniyat birinchi o'rinda turadi. Sababi biz qachon o'sha atrof muhitga bo'lgan munosabatimiz o'zgaradi. Qachonki biz o'sha tabiiy resurslarga bo'lgan munosabatimizni o'zgartirsak, shu nuqtai nazardan kechagina qabul qilingan o'sha 2030-yilgacha bo'lgan davrda ekologik madaniyatni yuksaltirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi prezidentimizni qarorlari 20 yildan beri ekologiya sohasida dars berib kelsam, talabalarga dars berganda ekologik madaniyatni oshirish, ta'lim tarbiya haqida gapirardik-ku, butun jamiyatni qamrab olish masalasida qiynalardik. Chunki kichik auditoriyadagi tashviqot bilan hozirgi davlat rahbarimiz belgilab bergan mamlakatimiz miqyosidagi amalga oshiradigan ishlarni ko'lami juda ham bir keskin farq qiladi. Shu nuqtai nazardan bitta katta e'tibor beradigan jihat bu ilmiy tadqiqot ishlari, ular doirasida amalga oshiriladigan belgilab berilgan vazifalar haqida ham qisqa to'xtalib o'tsam, demak o'sha qabul qilingan konsepsiyada oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimi, ya'ni doktorantura tizimida
ilmiy tadqiqotlarda olib boriladigan ishlar va u yerdagi ko'rsatilgan vazifalarni qaraydigan bo'lsak, birinchi vazifa jamiyat a'zolari o'rtasida ekologik ta'lim tarbiyani tashviqot qilish, uni ko'rsatib berish nuqtai nazaridan tadqiqotlarni kuchaytirish, shu bilan birga ekolog olimlar hamjamiyatini tashkil qilinishi va bu shu nuqtai nazardan ilmiy tadqiqotlar uchun ajratilgan qabul kvotalarini yana 30% ga oshirilishi, bu juda ham katta maqsad, vazifalar deb qarash kerak. Chunki bu o'sha aholini ekologik madaniyatning yuksalishiga, shu nuqtai nazardan demak respublikamizdagi o'sha barcha vazirlik, idoralar, umuman fuqarolarimizni demak o'sha ekologik ta'lim tarbiyani yuksaltirish yo'lidagi ishlarida demak mana shu qo'yib berilgan vazifalarni agar amalga oshirsak, bu boya 2030-yilga borib aholini deyarli 3dan 1 ma'lum darajada ekologik madaniyati yuksalgan ziyoli insonlarga aylanadi. Bu juda ham katta marra va uni o'sha marrani erishishimiz uchun mana shu jamiyatdagi barcha fuqarolar, a'zolar shuni birgalikda harakat qilmasak, buni amalga oshirish juda ham qiyin bo'ladi. Shu nuqtai nazardan demak o'sha ekologiya vazirligi tizimidagi Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti va uning huzuridagi bizni 3 ta ilmiy tadqiqot institutimiz hozirgi vazifalarni amalga oshirishda birinchilardan bo'lib harakat qilamiz. Chunki bu davlatimiz rahbarining biz ekologiya sohasidagi olimlarga bo'lgan ishonchini biz oqlashimiz kerak. Shu nuqtai nazardan demak sizlarni ham shu ishlarni amalga oshirishda birga faol qatnashishga chaqirib qolaman. Rahmat, e'tiboringiz uchun. Katta rahmat. Keyingi so'z navbatini O'zbekiston Kasaba uyushmasi qoshidagi akademiya kafedra mudiri, geografiya fanlari doktori, professor Nigmatov Askar Nigmatillayevga beramiz. Marhamat. Bugungi kunni biz anchadan beri kutgan edik, to'g'risini aytganda. Men har doim aytaman, shuncha qaror qabul qilyapmiz, farmonlar qabul qilyapmiz, yo'riqnoma qilyapmiz-u, lekin ichini mazmunini bir qaraganda nima uchun ta'lim tarbiyaga unchalik e'tibor berilmagan degan savolga doim o'zim, partiyada biz necha marta buni muhokama qildik. Partiyaning faolligi natijasida bo'lsa kerak, mana 15-may kuni ekologik madaniyat, ya'ni 2030-yilgacha ekologik madaniyatni shakllantirish, aholini ekologik madaniyatini shakllantirish maxsus qaror, prezident tomonidan qarori qabul qilindi. Endi yaqinda parlamentga murojaatnomalarda, har yil parlamentga murojaatnoma qilarlar. O'zbekiston xalqiga hurmatli prezident o'zi yoshlarni har bitta narsaga kreativ yondashsin va innovatsion takliflar kiritsin degan g'oyalari bor. Shunaqa bo'ldimi? Shu gap bo'ldimi? Men endi bugun kreativ yondashishga harakat qilaman va innovatsion takliflarni berishga harakat qilaman. Ruxsat bersanglar. Albatta, meni bitta formulam bor, ijtimoiy formulam bor. Madaniyat qayerdan kelib chiqadi? Madaniyat ma'naviyat plus ma'rifat barobar madaniyat. Ma'rifat plus ma'naviyat va barobar madaniyat. Ma'rifat ta'lim orqali kirib keladi. Ma'naviyat esa tarbiya orqali kirib keladi. Ikkalasi bo'lmasa madaniyat darajasiga ko'tara olmaymiz biz. Ongi bo'lish mumkin, madaniyati bo'lmasligi mumkin. Bilim bo'lishi mumkin, amalda, hayotda tatbiq qilmasligi mumkin. Har doim kreativ yondashishga harakat qildim. Tarbiya beshikdan boshlanadi. Hozir prezident o'zi kontentga juda katta urg'u beryaptilar. Ayniqsa bolalar kontentiga har xil yuridik shaxslar, har xil soliqlardan ozod qilishgacha boryapti. Tarbiya beshikdan boshlanishi kerak. Malayziyada beshikda alla aytayotganda 7 ta avlodni qulog'iga qo'yar ekan, shuncha 7 ta avlodni yaxshi bilar ekan. Onalar o'sha ekologik alla qilsak, ona singdiradi tarbiyani beshikdan boshlab, keyin kech bo'ladi. 18 dan keyin kech bo'ladi. Madaniyatni shakllantira olamiz. Uni rivojlantira olamiz. Madaniyatni shakllantirish mumkin, rivojlantirib bo'lmaydi. Qancha bersangiz, o'sha muomala layoqatiga ega bo'lguncha bering. To'g'risi. Buni birinchi galda beshikdan boshlanadi, keyin ana hozir 100 yildan beri bog'chalar, endi bog'chaga ta'lim 3 yoshdan boshlanadi. Tarbiya beshikdan boshlanadi. Ekologik tarbiya. Necha mana yarim asrdan ko'p bo'ldi tabiat bilan tanishtirish bor bog'chalarda, maktabgacha ta'lim.
lekin ekologik ta'limga biz shuncha harakat qildik, ekologik ta'limga o'tkazaylik. Tabiat bilan tanishtirish mumkin. Uni ongini shakllantirish mumkin, madaniyat shakllanmaydi. Balki ekologik ta'limda, ya'ni ona tabiat degan mavzu qo'yish kerakdir. Bog'chalarda 5 ta nima bor? Ta'lim markazi bor. Tabiat, ilm, fan va tabiat. Ilm, fanni bog'chada nima qiladi deyman. To'g'risida davlat ilk qadam davlat dasturida shunaqa qo'yilgan. Kreativ yondashadigan bo'lsak, undan ko'ra shu ta'lim markazi nomini ona tabiat deb qo'yinglar, saqal bolaga tushunarliroq bo'lsin. Lekin juda ham qiyin bo'ldi maktabgacha ekologiyani qo'shishi. Deyarli 70% rivojlangan davlatlarda ekologiya maktabda chuqur o'tiladi. Lekin bizda integratsiya qilingan. Geografiyaga, biologiya, hattoki tarix, hattoki matematikaga. Lekin birorta ekolog dars o'tayotgani yo'q. Oliy ta'limimizga mutaxassis yetishtirib beryapti. Lekin 30 soat kam bo'lgani uchun, integratsiya qilingani uchun ekologlar o'tmayapti. Biologlar o'zini yoniga tortadi, geograflar o'ziga qarab tortadi. Ekotizm degan tushuncha bor. Ekologiyaning obyekti yer, suv emas, ekotizm obyekti. Ekologik tizim. Chunki Ernest Geckel 1866-yilda aytgan, ekologiya bu oikos, yashash muhiti, yashash makoni, yashash joyi. Logos ta'limot. Yashash joyi haqidagi ta'limot, tuproq, yer, suv haqidagi ta'limot emas. Men ekologiya huquqini aytayotganda aytaman, sizlar yer, suv emas, ekotizimlarni muhofaza qilish, ularning resurslaridan oqilona foydalanish va ularni tiklash masalasiga qaratinglar. Yer, suvga o'ziga alohida sohasi bor, yer huquqi bor, suv huquqi bor. Aralashtirmaylar dedim. Chunki maktabda o'tilmayapti. Men oliy ta'limda dars bersam, ekologiya xafa bo'lmang-ku, yuridik institutda ekologiya huquqidan o'tyapti, ekologiya bilmasdan turib ekologiya huquqini qattan biladi. Balki uni bog'chada o'rgataylik. Men oliy ta'limga kelganda sizdan iltimos qilgan bo'lardim. Unga ekologiyani o'qitish kerak emas. Ekologiyani yoshligida o'qish kerak. Unga kasbiy yo'nalishga qarab turib ekologiyani o'qitish kerak. Qurilish bo'lsa, qurilish ekologiyasi, irrigatsiya bo'lsa, irrigatsiya ekologiya. Ta'lim maktabidan farq qilish kerak. Ekologiyani bog'chadan boshlaylikda, maktabda alohida fan sifatida kiritaylik. Men har doim aytaman, aholini o'zini tayyorlash kerak. Men Shveysariyani to'liq aylanib chiqqanman. Qani bitta joyga bitta narsa tashlab ko'ring, yoshidan, kattasidan kelib tepangizda turib oladi. Faqat politsiya kelib sizni ishtiraf qilmaguncha turaveradi. Nega ishxonaga borsa, rahmat senga deb nima beradi? Tashakkurnoma beradi. Bizda nima kechga qoldi ishga deymiz. Qayerda yuribsan deydi. Ani boshqa ishing yo'qmi dedi. Davaychi, mana chunchidan rahbarlarga qo'yilayotgan vazifa mana bu konsepsiyada rahbarlarga ham, davlat idoralari rahbarlariga ham qo'yilayotgan vazifa, shuni ham shunaqa qanaqadir rahbarlantirish omillarini yo'lga qo'yaylik. Mana sport musobaqalari ko'p, madaniy musobaqalar ko'p. Davaychi ekologik musobaqalarni bir yo'lga qo'yaylik. Jonkuyar qanaqadir mahalla, ekolog mahalla, jonkuyar talaba, jonkuyar. Ana endi bu oliy ta'limda bo'layotgan holat. Endi davaychi malaka oshirishga o'taylik. Malaka oshirishda bu narsalar deyarli yo'q. Hayot faoliyat xavfsizligining ichida o'tiribdi. Yo'q, kechirasizlar. Hayot faoliyat xavfsizligining ichida hamma narsa o'tiradi. Ekologiya o'tiribdi. Hamma narsa o'tiradi hayot faoliyat. Ekologik ta'lim tarbiyani qanaqadir malaka oshirish orqali endi ular baribir biza tarbiya beshidan qabrgacha davom etadi. Biz malaka oshirish chiqarib tasha olmaymiz. Chunki ular ham bevosita kundalik ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda ishtirok etyapti. Ularni malaka oshirish va qayta tayyorlash orqali tayyorlash o'zi kerak. Buni inkor qilib bo'lish kerak emas. Nima kerak bor ekologiya? Qo'ysanglar, undan ko'ra menejmentni o'qisin, biznesni o'rgansin, tadbirkorlikka o'rgansin. Lekin ekologiyada ham tadbirkorlik bor. Ekologik tadbirkorlik degan fanni qo'yinglar. Qanaqa qilib oqilona foydalanish orqali katta pul ishlash mumkin, katta daromad olish mumkin. Nimani resursni sotish kerak-ku, nima resursni muhofaza qilish kerak. Qaysini qayta tiklash kerak. Davaychi mana shu masalalarni qo'ying. Lekin oliy ta'limda ekologiyani olib tashlash kerak, kasbiy yo'naltirishga bo'lish kerak oliy ta'lim. Endi doktoranturaga keladigan bo'lsak, doktorantura masalan, men ko'p sovetlarda, ilmiy kengashlarda qatnashaman. Bir hammasi o'zi yo'nalish ketyapti. Mana ekologiya alohida biologlarniki hisoblanadi. Boshqalarni yaqinlashtirmaydi ular. Biologlar faqat ekologiyani xuddi biolog. To'g'ri, Ernest Geckel как эволюцион
biolog sifatida kirgizgan, lekin ekologiya allaqachon mustaqil fan sohasi, mustaqil ta'lim yo'nalishi, vazirligi ham deputatli ham bo'lib ketgan. Biologiya vazirligi yo'q. Biologiya partiyasi yo'q, ekologiya partiyasi bor. Bo'ldi, endi allaqachon sizlar oiladan chiqib ketdi o'rtoq biologlarga kompleks yondoshi kerak ekologiyaga. Faqat biologik nuqtai nazardan emas. Balkim shifrni alohida qilib berish kerakdir. Fan nomzodi, hozir doktor science deymiz, ana doktor science deymiz, PhD deymiz. Balki shifri qanaqa qilib ekologlarning boshini qo'yish kerak. Ya'ni ekologik tizimga kompleks yondoshi. Qishloq xo'jaligi alohida, ishlab chiqarish alohida, xizmat ko'rsa bir-biriga yaqinlashma. Yaqinlashsa otaman. Qo'y, tinch qo'y. Sen nima qilib mutaxassis bo'lib yuribsan? Bu yerda biologlar o'tirish kerak. Bu yerda huquqshunoslik yaqinlashtirmaydi boshqa sohani. Ekologiya huquqi bo'lgandan keyin ekologiya yaxshi biladigan, huquqni yaxshi biladigan odam buni muhokama. Bitta ekspertizada, ya'ni opponent ekolog bo'lish kerak, bitta huquqshunos bo'lish kerak. Ikkita huquqshunos emas. Mana shu kechaga qabul qilingan mana shu konsepsiya ajab emas. Ta'limni ham, tarbiyani ham, ilmni ham bir sidira boshini qo'shadigan, ertaga O'zbekistonda haqiqatda yangi O'zbekistonda yangicha yondashuv qilishga olib keladigan bir katta normativ hujjat bo'lib kirsa ajab emas. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi Respublika ta'lim markazi tabiiy fanlar bo'lim boshlig'i Ochilib Eldor O'tkiro'g'li ham qatnashyaptilar. Navbatni bu kishiga bersak, fikrlarini eshitardik. Marhamat, Eldor aka. To'g'risi, bolani yarim umri umuman maktabgacha ta'lim muassasalarida o'tadi. Lekin uni keyingi hayoti, ya'ni maktabdan keyingi davrda ota-onasi bilan, atrof mahalla bilan birgalikda bo'ladi. Bu qaror orqali esa kompleks yondashuv, bolalar tarbiyasiga, umuman o'quvchilar tarbiyasiga kompleks yondashish talab qilinishi bu juda ham zo'r, yaxshi qaror hisoblanadi va endi birgalikda hamkorlikda hamma bilan ishlab, maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarni ham, o'quvchilarni ham ekologik madaniyatni yuksaltirishga, aholimizda ekologiya nisbatan ijobiy munosabat shakllantirishga harakat qilamiz. Agar bizda cheklovlar yoki qonun qoidalarsiz qachonki aholini o'zi o'z xohishi bilan ekologiyani saqlashga, tashqi muhitga bo'ladigan turli xil chiqindilarni saqlashdan cheklansagina biz maqsadga yetishgan hisoblanamiz va bunga oxirigacha harakat qilamiz. Onlayn tarzda respublikamizning ekologik ta'lim yo'nalishida faollik ko'rsatib kelayotgan bir nechta maktablar ham ishtirok etyapti. Ular ham so'z navbati so'ragan. Marhamat, qaysi maktabimiz so'zga chiqmoqchi edi? Assalomu alaykum. Bugun Andijon shahridagi Prezident maktabini ekofaollari, o'quvchilarimiz bilan birgalikda mana shunaqa munosabatda ishtirok etganligimizdan ochiq xursandmiz. Bizning maktabimiz 2022-yildan boshlab Yashil maktablar xalqaro harakatiga a'zo maktab. Bu bizga ekologik madaniyatni rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida qo'yish bilan birgalikda o'zimizni hududimizdagi boshqa maktablarda ham mana shu dasturni rivojlantirish mas'uliyatini yuklaydi. Yaqinda biz maktabimiz bilan birgalikda Yashil bayroq, ya'ni maktabni ekologik madaniyati rivojlangan xalqaro mukofotga hujjatlarni topshirdik. Qiziq tomoni shundaki, ularning talablarida barcha masalalarni, hujjatlarni yuborganimizda bir so'rov keldi. Ya'ni shu maktabda ustozlar ekologik madaniyatni o'quvchilarga tushuntiradigan ustozlarning o'zlarini bilim darajasi qay darajada, qaysi kontentlarni o'rganyapti, qayerlardan o'quvchiga ma'lumotlarni beryapti. Bu borada qisqa kurslarni tamomlaganmi va bu kurslar qaysi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan degan savol berganligini o'zida bitta saboq oldikki, bugungi ekspertlarimiz ham mana shu xulosalarimizni albatta eshitib turishdi deb o'ylayman. Mana shunaqa kurslarda o'qishimiz, avvalo o'quvchiga biron narsani o'rgatishdan avval o'zimiz yaxshi o'rganib olishimiz, chin dildan shu narsani his etganimizdagina o'quvchiga samarali bilim bera olishimizni, odatga aylantira olishligimizni his etdik. Bu esa har qanday ekologik madaniyatni rivojlantirishdagi bosh masala bo'lishi kerak. Kim aybdor, kim qilish kerak emas, hamma mas'ul va islohotni o'zidan boshlash kerak deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Katta rahmat. Hurmatli ishtirokchilar, bugungi ekspertlarimizni fikrlarini eshitdik. Onlayn ishtirok etayotgan maktab jamoasining fikrini tingladik. Bu yerga taklif etilgan ishtirokchilarimizni ham men o'ylaymanki bir qancha savollari bor, chunki mana shu konsepsiyani tasdiqlash to'g'risidagi qarorda juda ham ko'plab vazifalar,
belgilab berilgan har bir vazirlik va idoraga. Bu yerda esa ana shu mas'ul vazirlik va idoralarimizning mas'ul shaxslari o'tiribdi. Marhamat, kimda qanday savol bo'lsa, navbat bilan savollarni berishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Shu yerda bitta narsaga aniqlik kiritib o'tsangiz, oliy ta'limdan mana domla kelgan. Aytilganki 2025-2026 o'quv yilida deyilgan. Jumladan deyilib ketganda, demak har bitta yo'nalishlarga ekologik madaniyatni singdirish deyilgan. Bu degani o'qituvchilar jalb qilinib, har bitta kafedralarda, har bitta tizimda, oliy ta'limda bu dars soatlari qo'yiladi deganimi yoki davra uchrashuvlari, davra suhbatlari o'tkazilib, konsepsiyani mohiyati tushuntirilib, seminarlar, treninglar, aksiyalar o'tkaziladi deganimi? Bu masala bo'yicha boya yuqorida aytib o'tdimki, maxsus kurs, ya'ni mutaxassis, nomutaxassis ta'lim yo'nalishlaridan qat'iy nazar, mana biz bilamizki, ekologiya fani qaysi ta'lim muassasalarida o'tiladi degan savol bor. Bu sanoqli vuzlarda, ya'ni oliy ta'lim muassasalari barchasida emas. Demak, ekologik ong madaniyat shakllantirishda barcha ta'lim tashkilotlari, o'rta maxsus, kasbiy hamda oliy ta'lim muassasalarining 1-kursdan 4-kursgacha, 1-kurs magistratura bosqichidan to 2-kurs magistratura bosqichigacha maxsus kurslar tashkil qilinadi. Kamida 12 soatlik bo'ladi bu. Kamida hozirgi kunda professor o'qituvchilardan tashkil topgan ishchi guruh ishlayapti dasturi bo'yicha. Bu dastur ishlab bo'lingandan keyin tegishli vazirlik idoralar, biz rejalashtirganmiz, chunki qarorda tegishli vazirlik idoralar bilan birga deyilgan taqrizlar olinadi. Bundan boshqa ekologiya va atrof muhit muhofazasi vazirligidan, qo'mitalardan olinib, ular demak ijobiy xulosa berilgandan keyin bu ta'lim jarayoniga tatbiq etiladi. Bu qaysi holatlarda bo'ladi? Ya'ni bu o'sha o'quv jarayoniga xalaqit qilmagan holda majburiy shaklda, majburiy deganda qiziquvchan fakultativ emas. Chunki fakultativ deganimizda xohlagan talabalar keladi, xohlagan talabalar kelmaydi. Dasturimizni yana o'zgacha tartib shundan iboratki, demak kursning yakunida talabalar oraliq nazorati, ya'ni yakuniy nazorat topshiriladi. To'g'ri, baholanilmaydi. Biroq ular o'shani qanchalik o'zlariga singdirganliklarini reyting yuritiladi. Ya'ni vuzlar bo'yicha kim qaysi ekologik ong madaniyatni yetkazib bera oldi. Bu raqamlashtirilgan holatda bo'ladi. Test shaklda bo'ladi oraliq. Endi dastur qanday bo'ladi degan savol bor. Dastur malakali professor o'qituvchilardan iborat bo'ladi. Ya'ni duch kelgan o'qituvchiga dasturi to'g'ri vazirlik tomonidan ishlab chiqiladi mutaxassislar. Mana shuni olgin, san mana shuni maxsus kurs sifatida o'tgin emas. Ya'ni uni pedagogik mahorati, inson misol uchun ta'lim sifati deganda nimani tushunamiz? Ta'lim sifati deganda inson og'zaki ya'ni yetib o'tib ketganda talabani ongiga yetib borishi bor, yetib bora olmasligi bor. Bu darsda biz yana shuni talabalarning ongiga yetib borishi uchun dasturga shunday mavzular kiritilganki, qisqa metrajli video filmlar asosida bo'ladi. Chunki boya yuqorida aytdimki, axborot texnologiya rivojlandi. Talabalar ham hozir nafaqat talabalar, hattoki o'zimiz ham telefon orqali ko'rib turib ko'proq ma'lumot olamiz. Onga yetib borishning eng qisqa va tushunarli yetib borishi qisqa roliklar atrofida. Sizni savolingizga javob shunday bo'ladiki, barcha deganda Oliy ta'lim vazirligi tasarrufidagi davlat, nodavlat, o'rta maxsus, kasbiy hamda oliy ta'lim muassasalarida 25-26 o'quv yilida grafik asosida maxsus kurslar tashkil qilinadi. Nima uchun grafik qilamiz? Chunki bir vaqtda o'zida boshlashni, sifatli ta'minlashni hamda mutaxassislarni yetkazib berishni imkoniyati yo'q. Shuning uchun grafik asosi deganda kurslar kesimida taqsimlaniladi hamda bu o'quv jarayoniga tatbiq etiladi. O'quv rejasiga kiritilmaydi. Sababi
prezidentimiz 2020-yildagi chiqargan qarorlarda mutaxassislikka oid bo'lmagan fanlar 2 barobar qisqartiriladi degan topshiriq berilganda, demak olaylik musiqa madaniyati yoki boshqa sohalarda bu ekologiya fanlari mavjud bo'lmadi. 80% hozir oliy ta'lim muassasalarimizda ekologiya fani bor. Ya'ni o'quv rejaga kiritilmaydi deganingizda o'sha nomutaxassis, ya'ni ekologiyaga oid bo'lmagan vuzlarimizda ekologiyani o'quv rejasida mavjud emas. O'quv rejasiga kirish kerak deganingizda 120 soatli o'quv soatlari bor. Ya'ni boshqa 80% oliy ta'lim muassasalarimizda ekologiya fani o'qitiladi. 120 soat ajratilgan, 60 soati auditorniy, 60 soati mustaqil ta'limga berilgan. Qarorda bitta narsa bor, talabalarni aynan bitta darslik yo'nalishida ekologik madaniyatini oshirsin degan joyi yo'q qarorda, o'qib chiqsanglar. Bu yerda ekvivalent turli guruhlari, shu guruhlar orqali madaniyat. Endi davlat xizmatchilarini deb aytdim men, ekologik madaniyatini yuksaltirish degan narsa bor. Mana hozir to'g'ri aytyaptim. Men oddiy misol bitta o'zimni hayotimda bo'lgan narsa bilan aytaman. Mana domla aytyapti, baholab turish kerak deydi. Baholash kerak, to'g'ri. Men davlat zaxiralari kadri bo'yicha haligi davlat xizmatchilarining portaliga kirib imtihon topshirdim o'zim. Birov menga aytgani yo'q. Kirdim, internetdan tarmog'ini tortdim. Onlayn bitta ilmiy xodim dars o'tyapti. Hech kim nima yo'q. Menga yashil energetika bo'yicha ta'lim olyapman. 40 minutlik nima ekan, ko'rsatuv ekan. Eshitdim uni. Orqasidan menga doklad tariqasida yana tushuncha beryapti. Undan keyingi etapida. Keyin oxiri buni natijasi bo'yicha menga test savoli berdi. Shuni ko'rganim, buni o'qiganim yuzasidan buni ichidan tuzib test savoli berdi. Men shu test savollarini yechdim. 20 taga yaqin test savoli bor ekan, shunga qarab turib meni baholadi. Internetda o'zida bo'layotgan ish. Meni baholatda men yuqori aytilgan balni olgan bo'lsam, menga sertifikat berdi shu yerda o'zida. Bu ham xuddi shu raqamlashtirish jarayonida shunday tartibga o'tib ketamiz oxiri. Har bir masalan ekologik madaniyat tushunchasiga ega bo'lgan bekarga raqamlashtirish ko'p yozmadi bu qarorning ichida. Bu sekin-sekin raqamlashtirish orqali har bir xodimni, har bir jamiyatda a'zosini shu darajagacha yetkazib olib boramiz. Qiziqishi bo'lgan odam, kerak, o'ziga kerak deb hisoblagan odam baribir kirib izlaydi uni. Misol uchun shu sertifikat menga shu faoliyatim davomida qachondir kerak-da, men shuni izladim o'zim. Bundan buyog'iga mana hozir jamiyatda agar ekologik madaniyatini hammaga, har bir jabhasiga olib kiryapmizmi, keyinchalik kimdir qaysi lavozimga o'tadimi, ish faoliyatini o'zgartiradimi, boshqa qiladimi, bu narsani ham sekin-sekin so'rashni boshlanadi. Chunki bu siyosat darajasiga olib chiqildi. Ko'p e'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana prezidentimiz qarorlarda aytadi. Hattoki hokimlarning tayyorlanishida ham hududda ekologik bahosini hisobga olinadi deydi. Qayerdan biladi u? Hozir qayerdan biladi? Bilmaydi hozir. Hozir endi bu qaror orqali bilishi mumkin. Endi shu narsalarga mana yo'l ko'rsatilyapti. Oldin yo'qmidi, bor edi. Lekin to'plam bitta emas edi. Qaysi yo'nalishda ketishimiz aniq emas edi. To'g'ri, eski tushunchalarimiz bor, ota-bobomizdan qolgan milliy qadriyat, urf-odatlarimiz bor. Lekin zamon o'zgardi. Zamonaviy terminlar kirib keldi, zamonaviy texnologiyalar kirib keldi. Shunga qarab moslashib, bularni bizni shu ota-bobolarimiz qaragan qarashlarni ham zamonaviy qarashga o'zgartirishimiz kerak biz ham. Navbatdagi savollariniz bo'lsa, marhamat. Bug'doy o'rimi 2025-yil mavsum yaqinlashib kelyapti. O'rimdan keyingi yong'inlarga qarshi ishlarga qanchalik ekologik partiya qarshi kurashishga qanchalik tayyor, hamda fermer xo'jalik rahbarlari bu yuzasidan qanchalik o'quv ishlari olib borilgan fermer xo'jalik rahbarlari hamda fermer xo'jalik ishchilari bilan. Bug'doy o'rimi oldidan mana hududlarda partiya rahbarlari bor, partiya xodimlari bor. Har bir tumanda xodim bor. Bular shu bug'doy o'rimidan oldin albatta mana o'zim misolimda aytaman, Andijon viloyatida bo'lganman, Andijon viloyatida ishlaganman. Hamma fermerlarni hududlarga bo'lib olib, massivlarga bo'lib olib, qo'liga ogohlantirish xatlari nima beriladi, har biridan oldim deb yoki bo'lmasam tushunchalar beriladi, yoqmaslik. To'g'risini aytaman, fermer xo'jaliklari rahbarlari yoqmaydi o'zi. Amaliyotdan kelib chiqib aytaman.
buni fermer xo'jaligi rahbari bug'doy o'rimini o'rib chiqib ketgandan keyingi foydalanadigan aholi yoqadi. Masalan, kimdir yerini oladi, kimdir ikkilamchi ekin ekkani oladi. Fermer xo'jaligining rahbari bug'doyni oldi, odamlarga yerni bo'lib berdi yoki yoshlarga berilyapti hozir misol uchun yerlar. Yoshlarga bo'lib berdi, bo'ldi, uni vazifasi tugadi. Endi unga suviga, boshqasiga yordam berib tursa bo'ldi. U hosilni yig'ishtirib oldi. Endi u shu bilan kuzdan keyin yo yana bug'doy ekishga yoki bo'lmasam bahorga chiqib chigit ekishga harakat qiladi xolos u fermer. Vazifasi shu qoladi xolos. Shuning uchun bu tadbir boshlanishidan oldin har bir hududda ogohlantirish, o'quv mashg'ulotlari hammasi bo'ladi. Partiya tomonidan ham, ekologiya boshqarmalari tomonidan. Faqat endi 5 qo'l barobar emas. Masalan, bir 40 gektarlik kartani hisoblaydigan bo'lsam sizga, aytadigan bo'lsam, meni yerim shu bo'ladigan bo'lsa, men kelamanda u sizni ogohlantirishingizga, boshqangizga yer menikida, men kelamanda sizni ogohlantirishingizni olaman, boshqa qilamanda ketaman. Keyin o'rimda o'rib bo'lgandan keyin odamlarga aytaman. Odamlarga ham endi ota-onasi chiqadi. Mana sening yering bo'lishib ol, bo'lib bergandan keyin tezroq haydab ekib qilinglar, lekin yoqmanglar. Javobgarligi bor deb ketaman. Lekin meni ota-ona bo'lsam, men farzandimga aytaman, chiqib ek deymanda, misol uchun, yo borib xabar olib. Farzandim yoqadi buni. Shu eng yetib borishi qiyin bo'lgan narsa shu. Endi yana u yoqqandan keyingi ta'sir chorasining qiyin tarafi, bu mutaxassislarga bo'ladigan qiyin taraf joyini aniqlash. Joyini aniqlash qiyin. Shuning uchun shu sezonda masalan men o'zim ham inspektor bo'lib ishlaganman, to'g'risini aytaman. Adirlarga, tepaliklarga chiqib olib kuzatardik hududlarda. To'g'risi endi iloji yo'q, buni joyini aniqlash kerak. Ta'sir mexanizmi, javobgarlik masalasi juda kuchli. Qonunchiligimizda belgilab qo'ygan, buni gektardan qanchalab da'vo arizalari, ya'ni tabiatga yetkazilgan zarar deymiz, ulardan aniqlanishi. Bundan tashqari shu yerga yetkazilgan zarar bor, atmosferaga yetkazilgan zarar. Bundan tashqari ma'muriy javobgarlikdagi jarimalarni o'zi odam tinkasini quritib qo'yadi. Buni tushuntirib boryapmiz yildan yilga. Oldingidek ommaviy yoqishlar yo'q. Oldingidek hamma yoppasiga yoqolmaydi, chunki odamlarimiz ancha tushunib qolgan. Endi mana hozir aytyapman-ku, ekologik madaniyat. Shunga olib borishimiz kerak. Har bir bolani, masalan, men farzand bo'lib chiqib yoqib, meni farzandim yoqib yuboryapti deyapman-ku, meni farzandim ham yoqmash kerak-da, shuni madaniyatligini tushunish kerak endi. Shu qaror asosida. Rahmat kattaga. Navbatdagi savolimiz. Javobim bor edi. Iqtisodiyot deyapmiz. Yashil iqtisodiyot bo'lgani har qanday iqtisodiyot tarmog'ini yashillashtirish kerak, ya'ni ekologiyalashtirish kerak. Men afsuski xatti-harakat, yuridik shaxs bo'ladimi, jismoniy shaxs xatti-harakatlariga yo'l quradimi, uy quradimi, qishloq xo'jaligimi ekologik talablarni ishlab chiqish kerak, standartlar bo'lishi kerak. Bizda shu yechim. Qani o'sha? Bor. Mana somon yoqish bo'yicha standarti ham. Ya bitta somon emas. Yo'q, endi savoliga qarab aytyapmiz-da hozir. Umumiy gapdan qochishimiz kerak. Davayt xususiy gap ko'tar. Men yaqinda 10 ta sud hukmini ekologiya bo'yicha ko'rib chiqdim. Yaqinda, fevral oyida bo'layotgan gap. Ishonasizmi? Arnasoyda 1,5 tonna baliq ovlashgan. Ularga berilgan 32 ta modda bor ma'muriy javobgarlikda, 12 ta modda bor jinoyat javobgarlikda. 38 ta bor. Ekologiya sohasida 38 ta. 32 ta. 38 ta. Mayli, xo'p, sizniki to'g'ri. Men 15 yil ishladim. Mayli, javobgarlikka qarang. Bir sud hukmlarini birsida tanishib chiqing. Qiziq bo'lyapti. Arnasoyda baliq ovlashgan juda katta hajmda sud hukmi 5 betdan iborat bo'lyapti, birorta abzas yo'q. 5 betni bu yog'ini o'qisangiz, bu yog'ini tushuna olmaysiz nima gap haqida. Haligi ularga 4 ta motorni lotga bergan odamma, motorni Yusupov motorni lotkasini qaytarib beryapti, rahmat deb ma'malaga javobgarlikka tortyapti. 1 yilga ozodlikdan cheklash, ya'ni 11 gacha, ertalab 6 gacha ko'chaga chiqmaysan. U agar o'sha kemasini bermaganda, motorni lotga bermaganda buncha baliq ovlamasdi. Sud hukmida unga qaytarib beryapti. Bir sizlarga qarab chiqinglar o'sha narsalarni, sud hukmlarini. Eng slabiy javobgarlik sanksiyasi aynan ekologiyada. Hozirgi mana shu qabul qilingan konsepsiya faqat javobgarlik nuqtai emas, biz o'sha aholini, xalqni
oddiy fuqarolarni ham ekologik madaniyatini yuksaltirishimizga qaratilgan bo'lishi kerak. Qonunchilik nuqtai nazaridan ham qonunlarimiz yo'q emas, bor. Lekin unga rioya qilish masalasi bu og'ir masalada. O'shaning uchun birinchi navbatda xalqni ekologik madaniyatini yuksaltirishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Faqat boya aytganda ekologiya vazirligi yoki oliy majlis uni xalq bera olmaydi. Bu butun shu jamiyatdagi har bir fuqaro o'zini mas'uliyatini o'zini bo'yniga olib, buni biz to'g'ri yetkaza olsak, ana o'shandagina jamiyatda ekologik madaniyat yuksaladi. Bo'lmasa faqat qog'ozdagi gap bo'lib qolaveradi bu. Rahmat kattakon. Navbatdagi savolimiz marhamat. Davlatimizda ekologik ekspertiza qay darajada faoliyat yurityapti? Mana kattalarning ekologik madaniyatini oshirishimiz uchun. To'g'rimi? Ekologik ekspertiza bu insonning xavfsizligini ta'minlaydigan yo'nalish hisoblanadi. Qani, hozir mana yoshlarning ekologik madaniyatini oshirishimiz kerak deyapmiz. Lekin kattalarning ekologik madaniyatini oshirishimiz uchun ekologik ekspertiza bizda to'g'ri faoliyat yurityaptimi? Ekologik ekspertiza ekologiya vazirligi tizimiga qaraydi. Davlat ekologik ekspertiza markazi bor. Ekologik ekspertiza men ham mutaxassis sifatida aytaman, meni ham qoniqtirmaydi hozirgi kundagi faoliyati. Ochig'ini tan olish kerak buni. Nimaga deb aytadigan bo'lsangiz, har bir qurilish loyiha qonun bilan belgilab qo'yganda, davlat ekologik ekspertiza to'g'risida qonun bor. Har bir harakat davlat ekologik ekspertizadan o'tishi kerak, shart. Endi mana shu adashmasam 3-4 yilda buyog'ida kirib kelyapti. Obyektlarni davlat ekologik ekspertizasidan o'tkazishdan oldin jamoatchilik eshituvi bo'lyapti. Endi boshlandi bu narsalar. Misol uchun bir joyga shu zavodning qurilishi yoki bo'lmasam u zavodga qilinadigan ekologik me'yoriy hujjatlar deymiz, boshqa deymiz, bularni o'tkazishdan oldin shu hududni aholining fikri endi eshitilyapti. Endi yo'lga qo'yildi. Oldin to'g'risi juda menga ham og'ir botadigan narsa shu edi. Misol uchun men bu davlat ekologik ekspertiza bo'limi alohida bo'limda, bu vazirlik tizimidagi alohida bitta tuzilma bu. Misol uchun men oddiy ekologiya xodimi bo'lib turib, inspektori bo'lib turib, bir narsaga qarshi borib shu yerda noto'g'ri bo'ldi boshqa deb yurgan bo'lsam-ki, u tadbirkor yoki shu ishlab chiqaruvchi borib shu yerdan ekologik ekspertiza xulosasini olgani, bu ekologiya organining ruxsat berdi degan hujjat hisoblanadi-da bu. Tushunyapsizmi? Bu amaliyotda misol uchun meni boshimdan ham ko'p o'tganda bu narsa. Men borib shuni noto'g'riligini egasiga isbotlamoqchi bo'lsam, u menga mendan yuqori turuvchi rahbarimning imzosi bilan tasdiqlangan hujjat topib chiqadi, mana roziligi deydi. Tushunyapsizmi? Shu narsa juda yomon edi oldin. Eng yomon narsa shu edi. Endi mana yo'lga qo'yilgani, yaqinda ham endi hali ham o'zimizni ijtimoiy tarmoqlar bor, boshqalar bor, ko'rib turamiz. Jamoatchilikda eshituvni yo'lga qo'yishdi bular. Shu hududda bitta hujjat berishdan oldin shu yerda aholisini to'plab, hammasidan yig'ilish qilib, hammasini uy manzillari, hattoki uy manzillari orqali qo'l qo'ydirib, roziligi yoki noroziligi to'g'risida hujjatni olgandan keyin u ishlab chiqaruvchiga yoki u quruvchiga yoki u tadbirkorga keyin hujjat berish amaliyotini yo'lga qo'ydi. Buni ham takomillashtirish zarur. Takomillashtirish zarur. Chunki ekologik ekspertiza to'g'risida qonunda bir qator hujjatlar belgilangan. Atrof muhitga ta'sirini to'g'risidagi loyiha bor. Bu bosqichma-bosqichlar juda ko'pda. Bu narsalarni ham optimallashtirish vaqtiga yetib kelyapmiz. Chunki raqamlashtirishga o'tib bo'ldik. Optimallashtirish vaqtiga yetib kelyapmiz. Keyinchalik balkim men ham orzu qilaman buni. O'zim ham mutaxassis sifatida. Keyinchalik bundan ham mukammalroq. Men o'ylayman, mana tadbirkorlar ISO sertifikatini oladi-da, bu xalqaro hamjamiyatga chiqish uchun kerak bo'ladigan hujjat hisoblanadi. Savdoga chiqish uchun. ISO sertifikatini olmasa, mahsulotini eksport qila olmaydi. Bizni ekologik ekspertiza to'g'risidagi xulosamizni olish undan ham qiyinroq bo'lish kerak deb hisoblayman men o'zim. Buni filtri, suvi, boshqa chiqindisi qachonki tartibga kelgandagina biz ekologiya to'g'risida unga xulosa berishimiz kerak. Ungacha bermasimiz kerak. Ungacha har bir o'sha ifloslantirayotgan moddasi uchun koeffitsiyentlar miqdorida 30 baravar, 10 baravar miqdorda, balandroq miqdorda davlatga, budjetga tushum qilish kerak u. Qachonki shuni to'g'rilaydi, shu sertifikatni oladi, keyin biz bu narsani to'xtatishimiz kerak.
men ham shuni tarafdoriman. ISO sertifikatdan balandroq hujjat bo'lishini hisoblayman. Men xohlayman men ham ekologik ekspertiza xulosasini. Salimjon aka, siz qo'shimcha qilmoqchi ekansiz. aziz akani gaplariga bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. Yangi tahrirdagi qonunga e'tibor bersak, boya aziz aka aytgan ekologik eshituv masalalari va umuman ekspertiza jarayonlarini yangi tartiblari o'sha qonunda belgilab berilgan va hozirgi kunda ekologiya vazirligi tomonidan o'sha qonunosti hujjatlari ishlab chiqilyapti. Bu o'z navbatida keyinchalik o'sha ekologik ekspertiza sohasidagi ishlarimizni yangi pog'onaga olib chiqadi deb umid qilamiz. Chunki qonunni yangi tahrida qabul qilishdan ham asosiy maqsad o'sha 2000-yilda qabul qilingan qonunda e'tibordan chetda qolgan masalalarni qamrab olish nuqtai nazaridan demak xorij tajribalaridan kelib chiqib u qonun yangi tahrirda qabul qilindi. Bu demak kelajakda hozir aziz aka aytganlaridek ekologik ekspertiza xulosasini olish jarayonlarini demak takomillashtirishga xizmat qiladi deb hisoblaymiz. Rahmat kattaga. Navbatdagi savolimiz marhamat. Oliy ta'lim muassasalarida ekologiya madaniyati haqida tushuncha berish haqida dars qo'yiladi. 12 soat. Kurs bo'ladi, 2 soatlik bo'ladi deyildi. 12 soatlik. Bu yanada yangi formatda bo'ladi deyildi, ya'ni majburiy bo'ladi. O'quvchilar o'zi xohlab emas, majburiy kirgiziladi deyildi. Endi mendagi savol, ancha yildan beri 80 minutlik o'sha bir para darsda olib kelingan tizimda talaba zo'rg'a chidab o'tirganda, yangi tizimda talaba yana qanaqa qilib o'tirishi mumkin? 1 soat bo'ladimi, 2 soat bo'ladimi, vaqtini bilmayman, hali aytilmadi. Qanaqa qilib o'tirishi mumkin? Bu yana yangi tizim, hali biror marta qo'llanilmagan. Keyin majburlab olib kirilayotgan talaba umuman o'tirgisi kelmaydi deb o'ylayman. Keyin yakuniy baholanganda, yakuniy o'sha imtihonlarda, sessiyalarda bunga ball qo'yilmaydi deyildi. Lekin ball qo'yilmagan taqdirda talabani fokusi bunga kamroq bo'lishi mumkin. Lekin ball bilan rag'batlantirishni o'rniga boshqa narsa bilan rag'batlantirishni taklif qilgan bo'laman. Ya'ni baho uchun ham o'qigan bo'lib qoladi talaba. Ya'ni bahomni olgan bo'ldim, bu endi menga kerak emas, olgan bilaman deb shunaqa qilgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi savolim esa ekologiyani zararlashtirishga, ya'ni Toshkent viloyatida yoki Toshkent shahridagi firmalarda yoki qanaqadir zavodlarda filtrlar qo'yilishi haqida hujjat imzolangan, agar hammani xabari bo'lgan bo'lsa, lekin bu faqat hujjatli imzolangan. Tekshirilganda yaqinda shu narsa olib chiqildi. O'tgan yil oxirida tekshirilganda zavodlarning aksariyatida shu filtrlar o'rnatilmagan, lekin hujjatda tasdiqlangan. Xo'p, birinchi savolingiz bo'yicha maxsus kurs. Bu boshqa kurslarga nisbatan tubdan farq qiladi deb yuqorida aytib o'tdik. Majburiy deyilganda mana yuqorida gaplashib o'tirganimizda agar eshitgan bo'lsangiz, energetika sohasi meni soham emas. Lekin men shu kursga onlayn qatnashdim. Shu 5 minutdan keyin yog'ga o'zi olib kirib ketadi sizni qiziqarli bo'lgandan keyin. O'zingiz o'shani ichiga kirib, o'zingiz ishlab chiqasiz. Video rolikini ko'rasiz. O'sha bo'yicha tushuncha bo'ladi. Maqsad bu yerda baho emas, ekologik ongga yetkazib berishga yo'naltirilgan video rolik hamda dars bo'ladi. Bunga baho qo'yilmaydi deyapmiz. Grafik asosida bo'ladi. Ya'ni talabalarning o'sha vaqt belgilanadi. Misol uchun olaylik 10-dan 13-gacha mana shu unaqa o'ziga qulay bo'lgan vaqtda kirib ishlab chiqib ketiladi. Ya'ni raqamlashtirilgandan keyin u sizni lichniy kabinetingiz bo'ladi. O'sha sizdan xorijda topshirgan elektronisini jo'nat bizga degan savolga mana shu yerdan ham javob olishingiz bo'ladiki, ana shu kabinetingizda sizning yutuqlaringiz hammasi baza bo'lib turadi. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Keyingi savollaringizga javob beradigan bo'lsam, mana korxonalarda filtrlar o'rnatilmaganligini, qarorda belgilanganini aytdingiz. Har bir korxona zavodda mana shu qimillab turgan joyki borki, shu budjet tashkilotlaridan tashqari ekologiya xodimlari Vazirlar Mahkamasining 820-sonli qaroriga asosan kompensatsiya to'loviga tortadi. Ya'ni soliqqa o'xshagan mexanizm bu narsa. Endi shu yerda bir qator strategiyalari bor-da, uni bo'limlari bor. Masalan, bitta zavodga kirib kelyapman mutaxassis sifatida. Uni atmosfera havosini, suv, chiqindi masalasi, o'simlik dunyosi masalasi bor. Hammasi yo'nalishi bo'yicha to'lov hisoblanadi. Ya'ni davlat byudjetiga tushiradigan tushumning to'lovi bor. Agar ekspertiza xulosasida yoki bo'lmasam xulosa yo'q bo'ladigan taqdirda, masalan, ekspertiza xulosasida ko'rsatyapti, Azizbek men MCHni masalan filtri bor, filtr qo'ygan
deb xulosa beryapti. Misol uchun siz aytgandek qog'ozda bor deyapsiz. Lekin mutaxassis kirib ko'ryapti-da, laboratoriya bo'limlari bor ekologiya vazirligi qoshida, boshqarmalarda ham. Zamonaviy hozir asbob uskunalar. Kirib keladida, agar tashlamani o'lchaydigan bo'lsa, me'yordan ochiq chiqadigan bo'lsa, filtrni borib o'rganishadi. Agar filtr yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu qo'pol qonun buzilish holati hisoblanadi-da. Buni 100 so'm pul chiqadigan bo'lsa, misol uchun aytyapman sizga. U daraja koeffitsiyentlar bilan ko'paytirib hisoblanadi. 100 so'm pul avtomatik 1000 so'm bo'ladi. Hayotda 100 so'm chiqmaydi, o'zi eng kami 100 ming chiqadi. Eng kami. Bu ham 100 ming ham bitta paynetdan chiqadi. Bunga katta zavodlar tasavvur qilib ko'ring. Daraja qo'shib, koeffitsiyentlarni hisoblab, to'lov hisoblab turib, shu xatolikka yo'l qo'yganlik uchun davlatnoma tuziladi, 820 sonlik qaror bilan unga to'lovni to'lab qo'yishlik majburligi beriladi. Agar to'lamaydigan bo'lsa, sud orqali undirib olinadi. Bu to'g'ridan-to'g'ri davlat byudjetiga ketadigan summa hisoblanadi. Ya'ni kimnidir oyligi, kimnidir pensiyasi, kimnidir maktabi, boshqasi bo'ladigan pulni aytyapman men sizga. Hamma respublika bo'yicha ekologiya vazirligi inspektorlari shu vazifa bilan shug'ullanadi. Ya'ni 820 sonlik qarorni ijrosi bilan shug'ullanadi. Bu juda mukammal qaror. Laboratoriya xodimlari bilan birga amalga oshiriladigan jarayon. Hozir siz aytayotgan narsa qaysidir korxonalar to'g'ri qo'ymagan bo'lishi mumkin, lekin milliardlab davlatga pul to'layapti shuning orqasidan. Qachonki bu zerikadi pul to'lashdan, to'xtaydi, haligi filtrni olib keladi, keyin to'xtaydi bu narsa. Shunga majburlash. Buni sanksiyasini oshirish ham shunga majburlash. Cho'ntagidan olaveraylik foydasini, tadbirkorda oxiri zerikadi tadbirkor. Qo'y deydi, shuni deydi, olib kelib qo'ymaydi. Yana bitta narsa bor, bu yoshlardan men so'raydigan narsam bor. Ekologik ixtirochilik yo'q bizda. Bu filtrlar ko'pi suv tozalash inshooti ham yo boshqa filtrlar ham chet eldan olib kiriladi. Chet elda juda qimmat uskunalar hisoblanadi bu. Tez kuyadigan narsalar bular. Chunki issiq urib turgandan keyin issiqda pariga ko'p nima dosh bera olmaydi temirdan boshqa. Shuning uchun biz ham ekologik ixtirochilik yo'lga qo'yishimiz kerak. O'zimizni shunaqa ekologik atrof muhitni muhofaza qiladigan texnologiyalarimizni tezroq yaratishimiz kerak biz ham. O'zimizning milliy brendda. Mana shu konsepsiyani hayotga tatbiq qilishimiz uchun qanday chora-tadbirlarni amalga oshirishimiz kerak, nimalar qilishimiz kerak va qaysi jihatlarga e'tibor qaratishimiz kerak. Buning uchun sizlarga 1 daqiqadan vaqt ajratiladi. Azizbek aka, sizdan boshlaymiz, marhamat. Avvalambor bugungi tadbir uchun rahmat. Juda qiziqarli bo'ldi deb hisoblayman o'zim ham. Birinchi o'zimizni o'zgartirib, oilamizni o'zgartirib, keyin ishxonadagi yoki o'quv dargohdagi sheriklarimizni ham o'zgartirsak, ekologik madaniyatini shakllantirsak, albatta bu prezidentimiz belgilab bergan qarorlarni ijrosini to'liq bajarishga o'z hissamizni qo'shamiz hamda ya'ni shu atrof muhitni muhofaza qilish doirasida davlat tomonidan olib borilayotgan ishlarda ham biz yonida turib ko'makchi bo'lamiz. Ya'ni biz o'zimizni uyimizni asragan bo'lamiz. Rahmat. Asqar aka, marhamat. Bizlar bilasizmi, 2019-yilda 434-sonli Vazirlar Mahkamasining qarorini qabul qilganmiz. Hozir nimagadir bu eslanmadi. Ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilingan edi. Men o'ylaymanki, bu qaror qanaqadir mexanizmni yuritish bo'yicha davriy monitoringini olib boradigan, mana shu bevosita deputatlar guruhi bo'ladi, mana shunaqa oyma-oy qarorni amalga oshirishda davlat va jamoat monitoringini olib boradigan davriy kuzatuv va hisobotlarni olib borishni yo'lga qo'ysak juda ham yaxshi bo'lardi. Qaror juda ham to'g'ri o'z paytida qabul qilingan, lekin uning ijrosi mexanizmini yo'lga qo'yish kerak deb hisoblayman. Rahmat. Salimjon aka, marhamat. Hozir azizlar haqiqatda bu qabul qilingan prezidentimiz qarorida har bir jamiyatni barcha bo'g'inini da ekologik madaniyatni yuksaltirishimiz kerak. Bunda boya azizlar aytgandek shaxsiy namunadan, oilamizdan boshlashimiz kerak. O'zimiz farzandlarimizga namuna bo'lmasak, unda keyin natijasini kutishdan foyda yo'q. Yoki bo'lmasa boyagi teskari variantda ishlashimiz, navaralarimiz, farzandlarimizni haligi kattalarda o'rgatishiga o'tishimizga to'g'ri keladi. Men xohlardimki, birinchi navbatda o'sha jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan insonlar boshqalarga namuna bo'lib, shu jumladan biz ilm ahli ham boshqalarga, yoshlarga namuna bo'lishimiz kerak va shu yo'lda shundagina biz hozirgi 2030-yilgacha bo'lgan davrda bemalol oldimizga qo'yilgan vazifalarni to'liq ijro eta olamiz deb o'ylayman. Rahmat. Vohidxon aka, marhamat.
Muhtaram prezidentimizni mazkur qarorlari tasdiqlangani bunga juda bir chuqur salohiyat yoki buni juda o'ylab o'qib nima deyilyapti degan chuqur o'ylov ham kerak yo'q. Prezidentimiz tomonidan tasdiqlangan ushbu qaror bu biz uchun yo'l xarita. Agar bu shu yo'l xaritada raqamlar ketidan yoki qog'oz qilib hujjatlarni yopish ketidan emas, barcha vazirlik, idoralar, tashkilotlar, quyi tashkilotlar agar jam bo'lib birlashilsa, mana shu qarori ijrosi o'z-o'zidan ijro bo'ladi. O'ylagan maqsadimizga mana shunda yetishamiz. O'ylaymanki, bu qarori muhokamasini emas, aslida buni ijrosini ta'minlashimiz kerak. Mana shunda o'ylagan maqsadimizga yetgan bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rganimizdan biz ham xursandmiz. Bu yerda o'rtaga tashlangan fikrlar, munozaraga tortilgan mavzular bizning mana shu konsepsiyani hayotga qanchalik tez va foydali tarzda tatbiq etishimizda dasturul amal bo'lib xizmat qiladi. Keyingi sessiyalarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Davlat o'z funksional vazifalarini bajaryapti. Endi bunga jamiyatning tayyorgarligi qanday? Bu ona tabiatni sevadigan har bir insonni quvontiradigan holat bo'ldi. Ushbu qarorning tasdiqlanishi bu revolyutsion o'zgarish deb ham atashimiz mumkin. Hattoki hokimlarni tayyorlanishida ham hududda ekologik bahosini hisobga olinadi. Atrof muhitda qay holatga kelib qolganligini ochiq ko'rsatib berishimiz kerak. Butun jamiyatni qamrab olish masalasida qiynalardi. Deyarli 70% rivojlangan davlatlarda ekologiya maktabda chuqur o'tiladi. Lekin bizda integratsiya qilingan. Lekin ishxonaga borsa rahmat senga deb tashakkurnoma beradi. Ularga berilgan bir 32 ta modda bor ma'muriy javobgarlikda, 12 ta modda bor jinoyat javobgarlikda. 38 ta bor. Mayli, hop, sizniki to'g'ri. Bizni ekologik ekspertiza to'g'risidagi xulosamizni olish undan ham qiyinroq bo'lishi kerak deb hisoblayman men o'zim. Ekologik madaniyatni oshirishimiz uchun ekologik ekspertiza bizda to'g'ri faoliyat yurityaptimi? Men borib shuni noto'g'riligini egasiga isbotlamoqchi bo'lsam, u menga mendan yuqori turuvchi rahbarimni imzosi bilan tasdiqlangan hujjat topib chiqadi. Mana roziligim. Eng yomon narsa shu edi.